Hey, master on the beat, ho, deep. Tushunmadim. Javohirmi? Alo, Javohir, qayerdasan? Bolalar bilan yig'layotgandik. Keladigan bo'ldingmi? Mazam yo'q, o'rtoq, yotibman. Mayli, tuzalib ket bo'lmasa. Do'stlarni nagri chop bordim, it. Afsan qaroring. Assalomu alaykum. Nima buyurasizlar? Men hali tanlamadim. Siz nima yeysiz? Yigit sushi yeb qo'ydilar. Siz o'zingizga aytavering. Men nima qilib kelay? O'sha nima qilib bo'ldingiz? O'tiravering. Qana hisob? Sinim to'laverasizmi? Men nimaga to'layman? Bular beradilar. Bular postoyanniy gadoy rejimdalar-ku. Bularda umuman pul bo'lmagan. Nima deganingiz? Qo'limdagi iPhone'ni ham bular olib berganlar. Yo'q, faqat do'stlarning yonida pul yo'q ekan-da. Bularni qizlarga sarflashni bilar ekanlar-ku. Yomon qo'shildingiz deb boru. Hay, endi nagri chopib olgandan ko'ra qo'shilib turgan yaxshi-da. Voy, men charchab ketdim. Qo'lim og'rib ketdi. Bering sumkangizni ko'tarib olaman. Mavatsi, yigitingiz yomon mehribon ekan, ha? Mushiksiz do'stim. Mana nimaga do'stlar hasharga chaqirganda kelmay desak, siz sumkangizni ko'tarib charchab qolayotgan ekan-da, ha? Bo'ldi-da, ochil. Izvor deyinda. Senga bu ham kam. Ertaga tobuting ko'chada qolib ketmasa bo'ldi. Do'stlaringni chopib ittishini qilding lekin. Ha, shunaqami? Nima edi? Ertaga mazam bo'lmay qolsa, mana shu xotin qaraydi. Sallamas. Shu yomon kunimda mana shu xotin yonimda turadi. Bolani-chi, xotin tug'ib beradi. Sallamas, tushundingmi? Sen hali do'stlaringga indamasdan bu qizga uylanib oldingmi? Qarang, jinimsan, men uylanmayman-ku. Prosta gaplashurman. Rostdan ham it ekansan.